Bugun sizlar bilan usti qarsildoq, ichi yumshoq, sersuvli va mazali chiqadigan tabaka tayyorlaymiz. Tovuq oyoqchalarini birin-ketin tozalab olamiz va tuz sepib, undan so'ng qaymoq qatiqni aralashtirib, tovuqlar ustiga suramiz. Tovuqlar qizarib qarsildoq chiqadi. Marinad 3 soat qoldiramiz va qozonimizga 2 litr yog' quyib, qizdirib, birin-ketin tillovrang holatda chiqqan tovuqchalarni qozonga birin-ketin solib, suvli chesnak bilan sariq yog' qo'shib, kamida 1 soat juda ham past haroratda dimlab qo'yamiz. Bu orada tabakalarimizga mazali sous tayyorlab olamiz. Pomidor, chesnak, ko'kat va sifatli sardob va tomat pastalarini qo'shib sous tayyorlaymiz. Tovuq 1 soat sariq yog'da juda ham yumshoq pishganligi bois qizib turgan yog'imizga yana bir bora solib qizartirib olamiz. Foydali retsep bo'lgan bo'lsa, albatta yurakchani qizartirib keting va tabaka yoqtiradigan do'stingizga jo'natib qo'ying. Shunaqa foydali retseptlar kerak bo'lsa, meni yo'qotib qo'ymaslik uchun sahifamga obuna bo'lib qo'ying.